alaykum. Ulug'bek Xayrullayev. Xush kelibsiz. Siz korxonangiz bo'yicha o'zimda bir ikki qiziqtirgan savollarim bor edi. Shularga Bemalol. ozgina to'xtalib tushuncha beraversangiz. Javob bersak. Korxonangizda marketing tahlilini va uni rolini nimalardan iboratligini bir Marketing tushuncha bersangiz. Marketing tahlili bu kompaniyaning marketing faoliyatini, bozorni, mijozlarni, raqobatchilarni va boshqa muhim omillarni o'rganish jarayonidir. U odatda kompaniya yoki brendning strategik qarorlari qabul qilishiga yordam beradi. Chunki marketing tahlili orqali marketologlar va boshqaruvchilar quyidagi ma'lumotlarni olishadi. Yaxshi. Tushuncha bo'ldi. Keyingi savolim, marketing tadqiqotlarida qanday usullar guruhi qo'llaniladi? Marketing tadqiqotlarida bir nechta usullar guruhi qo'llaniladi. Bu usullar bozorni o'rganish, mijozlarning ehtiyojlarini aniqlash, raqobatchilarni tahlil qilish va marketing strategiyasini ishlab chiqarishda muhim rol o'ynaydi. Marketing tadqiqotlari asosiy usul guruhlari quyidagilardan iborat. Mana birinchisi sifatli tadqiqotlarga kelsak, sifatli tadqiqotlar asosan chuqur intervyular yoki muhokamalar va boshqa ochiq so'rovlar yordamida olib boriladi. Ikkinchisi miqdoriy tadqiqotlarga kelsak, miqdoriy tadqiqotlar matematik va statistik metodlardan foydalaniladigan holda aniq raqamlar va o'lchov asoslari ma'lumotlari yig'imida ushbu usul katta hajmda respondentlar bilan ishlashni ta'minlab beradi. Yaxshi. Yana bir savolim bor. Mahsulot yoki ko'rsatilayotgan xizmatlar assortimenti tahlili mana shu korxonangizda bormi? Agar bo'lsa bir tushuncha bersangiz. Xo'p. Assortiment tahlili bu kompaniya yoki brendning mahsulotlari va xizmatlarining bozor talablariga, mijoz ehtiyojlariga, raqobatchilarga va kompaniyaning strategik maqsadlariga qanchalik mos kelishini o'rganish jarayonidir. Xo'p. Assortiment tahlili orqali kompaniyaning o'z mahsulotlarini samaraliligini baholaydi. Yangi mahsulot yoki xizmatlar yaratishda mavjudlarni takomillashtirish yoki kamaytirishni qarorlar qabul qilinadi. Shular mahsulotlar chiqarish yoki kamaytirish mahsulotlarni tahlil qilish orqali aniqlanadi. Xullas, qisqa qilib aytganda. Yaxshi. Yana bir oxirgi savolim. Sotish yoki xizmat ko'rsatish hajmini tahlili. Sotish yoki xizmat ko'rsatish. Bu xizmat ko'rsatish hajmi tahlilini so'rayapsiz, shuni to'g'rimi? Shunday. Kompaniyaning mahsulotlari yoki xizmatlarining bozor talablariga qanchalik mos kelishi va sotuvlar samaradorligini baholash jarayonidir. Sotish hajmi kompaniyaning moliyaviy holatini, bozor pozitsiyasini, mijozlariga qanday xizmat ko'rsatilayotganini va marketing strategiyasining samaradorligini o'lchashda muhim rol o'ynaydigan asosdir. Ushbu tahlil orqali kompaniya o'zining sotish ko'rsatkichlarini yaxshilash,
raqobat ustunligini oshirish va mijozlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar takomillanishi imkoniyatlariga ega bo'ladi. Xo'p, sotish yoki xizmat ko'rsatish hajmlarini tahlil qilish maqsadlari deganda biz asosan 4 ta turga bo'lib olamiz. Birinchi tur bozor talablarini tushunish. Xo'p, bozorni va iste'molchilarning ehtiyojlarini aniqroq tushunish. Xo'p, ikkinchi asosimizga kelsak, sotish hajmining o'sishi sur'atini o'lchash. Kompaniya o'z sotuv hajmini qanday o'stirishini yoki pasayishini kuzatishi mumkinligi. Uchinchi asosimiz sotish strategiyasini optimallashtirish. Sotish hajmini oshirish yordamida berilgan samarali marketing va sotish strategiyalarini ishlab chiqish. To'rtinchi asosimiz esa mijozlarga xizmat ko'rsatish samaradorligini baholash, xizmatlar yoki mahsulot orqali mijozlarga taqdim etilayotgan qiymatni tahlil qilish. Rahmat, tushunarli. Ancha tushunchaga ega bo'ldik. Rahmat ajratgan vaqtingiz uchun. Xush kelibsiz.